Koreyada ona bo'lish ikkinchi qism. 20-mart. Ertalab soat 8da dardim boshlanganini his qildim, lekin ahamiyat bermadim. Balkim yolg'onchi darddir deb o'yladim. Va soat 5da turmush o'rtog'im yugurib yetib keldi, chunki dardim asta kuchayishni boshladi. Qo'limga har xil multivitaminlar, har xil dorilar, belimdan og'riq qoldiruvchi dorilar qilishdi. Ertalabgacha umuman uxlolmadim. Dard bilan kurashib chiqdim. Turmush o'rtog'im ham yonimda umuman mijja qoqmasdan qo'llarimni ushlab dalda berib turdi. Men yoningdaman deganda yuragim umuman boshqacha urib ketdi, chunki aynan o'sha paytda dardi boshlanganda ayolga er qanchalik muhimligini faqat ayollar biladi. Erkaklar har doim ayolingizni qadrlang, uni yonida turing. Bolnitsada 3 kun yotdik va sanatoriyaga Chorivonga chiqarishdi bizni. 21-mart kuni 12:14da farzandimni dunyoga keltirdim. Ko'rib turganingizdek sanatoriyada lyuks kachista hamma narsa bor, yo'q narsani o'zi yo'q. Bu yerda Chorivonni oldindan bron qilishingiz kerak, sababi joylar juda ham kam va chegaralangan bo'ladi. Koreyada ona bo'lish 3-qismi ham bor. Agar sizga video qiziq bo'lsa, menga obuna bo'ling va podpiska, like bosishni unutmang.